sifatli narsa arzon bo'lmaydi, arzon narsa sifatli bo'lmaydi. Ko'pchilik aytadi, Centrum Guliston loyihamizdagi uylari qimmat deb. O'zi aslida qimmat emas. Keling, men sizlarga avval o'sha uyning qiymatini qanday belgilanishini birlikda faktorlarni aytib bersam. O'zimizning qadriyatimiz bor. Biz songa emas, sifatga ishlaymiz. Birinchi navbatda lokatsiya deydigan bo'lsa, Guliston shahrining eng to'pol lokatsiyalaridan birida joylashgan. Ko'pchilik buni biladi. Ikkinchidan, ishlatiladigan xomashyolar. Biz barcha xomashyolarni eng yuqori kachествосini ishlatamiz. Misol uchun beton 350 marka ishlatamiz. Armatura A500. Undan tashqari loyihamiz to'liq 100% pishiq g'ishtdan bo'ladi. Ham tashqi fasadi, ham перегородкалari. Undan tashqari Guliston shahrida birinchi marta yer osti avtoturargohni qilyapmiz. U ham qandaydir o'z qiymatiga ega va qulayliklarga keladigan bo'lsak. O'zi Shenka bo'yicha 9 qavatli imoratlarda bitta lift qo'yilishi kerak. Biz mijozlarimiz o'ylagan holatda har bir podyezdda ikkita lift qo'yapmiz. Undan tashqari gaz, suv, svet tarmoqlari barchasi shu loyihamiz uchun alohida tortib kelib ulaymiz. Bu ham shu yashaydigan insonlarning qulayligi uchun. Undan tashqari bizda ayollar uchun fitness zal bo'ladi. O'zbekchilikda nima ko'p? To'y tadbirlar ko'p. Shuni o'tkazish uchun alohida bitta restoranga o'xshagan bitta banketli zal qilib qo'yamiz. U faqat shu yerda yashaydiganlar uchun bo'ladi. Nafaqat bizning loyihamizda, balki barcha loyihalarda, turar joy majmualarida shu faktorlardan kelib chiqqan holatda qiymat qo'yiladi. Sifatli narsa arzon bo'lmaydi, arzon narsa sifatli bo'lmaydi. Buni ko'pchilik juda yaxshi biladi.